E action. Xo'sh, kameraga qarab to'g'risini aytinglar aldamasdan. Qachon oxirgi marta mazzaq uyga vazifa qildinglar? Mazzaq qilish deganda uyga vazifa qilayotganinglarda o'sha narsani tushunib, yangi narsa o'rganayotganinglarni asoslamay chiqib anglab, telefonga chalg'imasdan qachon bo'lgan? Bo'lgan bo'lsa ham ancha oldin bo'lgandir. Ingliz tilini endi boshlayotganinglarda. Chunki men o'zim birinchi darsim esimda, birinchi ingliz tili darsimdan keyin uyga kelganman-da, shundoq xonamga kirib uyga vazifamni qilganman. Birinchi qilgan ishim uyga vazifa bo'lgan. Uyga vazifamni qilib bo'lganimdan keyin kiyimimni almashtirib, keyin borib ovqatimni yeganman. Ya'ni hozirgi kunga kelib o'quvchilarni uyga vazifa bo'lgan yondashuv ozgina g'alatiroq, tushunarsizroq. Bugungi videoda men Bekzod Botirov hech qanaqa bir oliy toifaga ega bo'lmagan, xalqaro sertifikatga ega bo'lmagan o'qituvchi sizlarga uyga vazifani qanaqa to'g'ri qilish kerak, u narsa o'zi nimaga kerak, nima qilsanglar zerikmaysizlar, nima qilsanglar uyga vazifadan maksimum olasizlar va videoning oxirida sizlarga o'zimni uyga vazifaga qo'shimcha qilib bir tayinli bir texnikalarni o'rgataman, hech kimga aytmayman ularni. Inshaalloh manfaatli bo'ladi. Avvalambor bitta narsani tushunishinglar kerakki, uyga vazifa bu jazo emas. O'qituvchilar sadist bo'lganligi uchun sizlarga uyga vazifa bermaydi. Uyga vazifani maqsadi, uyga vazifani tushunchasi shunaqa bo'lishi kerakki, uyga vazifa bu sizlarni darsinglarni davomi. Ya'ni siz agar uyga vazifa qilmasangiz, bu darsni yarmidan chiqib ketgandek gapda. Ko'pchilik bolalar o'ylaydiki, mendagi jotki o'qituvchining darsiga kirishadi-da. Reklamani ko'rdinglar. Qiyin mavzuni o'qituvchi osonlikcha tushuntirib berganligi uchun, yengil yo'llar bilan tushuntirib berganligi uchun, ha mavzu oson ekan-da deydi. Bo'ldi, men darsda o'rgandim-u degan narsa miyaga yetib kelgandan keyin bo'ldi, uyga vazifa avtomatik qayergadir uchib ketadi. Darsda sizlar mavzuni tushunasizlar, uyga vazifa qilib, u narsani o'rganib, bilimga aylantirasizlar. Endi bilimni o'zi nima? Bilim deganda ko'pchilik o'quvchilar ana Murphy kitobda ishlayotganda, Murphyda deylik misol uchun present continuous soch olishadi-da. Present continuousni Murphyda qanaqa berilgan? Oddiy subjektini berib qo'ygan, subjektga qarab to be ni qo'yishi beginner birinchi darsdan o'tgan bola ham biladi-da. Undan keyin verb engine qo'shib qo'yishadi bolalar oddiy. Shuni bajarib qo'yishadi-da, bo'ldi, men present continuous yaxshi bilaman deyshadi. Bolalar bilim bu emas. Bilim bu siz doskaga chiqib, pustoy bo'lgan, ya'ni bo'sh bo'lgan doskani hech qanaqa kitobsiz, hech qanaqa daftarsiz o'zingizning miyangizdagi ma'lumot bilan to'ldirib berishingiz. Xuddi o'sha present continuousda doskaga chiqib, bu qanaqa zamon, qachon ishlatiladi, formulasi qanaqa bo'ladi, boshqa zamonlar bilan farqi qanaqa, unga misol qilib bersanglar, mana shu narsa bilim deyiladi. Ya'ni siz o'zingiz miyangizda bor narsani birovga tushuntirib bera olsangizgina siz bilimlisiz. Men o'quvchilarimga shunaqa desam, bolalar aytadiki, ustoz, men o'zi tushuntira olmayman, lekin bilaman deydi. O'sha payt men bolalarga savol beraman. Menga qara deyman, janing bormi? Ha, janim bor. Sen shu janingga qoshuvda ushlab ovqat yeyishni o'rgata olaysanmi? Ha, o'rgata olaman. Nimaga sen qoshuvda ovqat yeyish bo'yicha chempion emassan-u? Qanaqa o'rgatasan? Ustoz, oddiy narsa. Ingliz tili ham oddiy narsa. Ingliz tili ham oddiy narsa. Siz bilimingizni birovga tushuntirib bera olmayapsizmi? Demak, u narsa o'sha bilim emas. Endi uyga vazifani qanaqa bajarish kerak? Avvalambor darsdan chiqdinglar, men o'quvchilarimga ko'p aytadigan narsam, uyga vazifa dars o'tilgan kun qilinishi kerak. Chunki bugungi o'tilgan mavzuni uyga borib siz yo'q deganda bir sidri varrolab olsangiz, hatto nima qildi, nimani o'rgandi deb olsangiz, uje veriyatность kattaroq bo'ladi, shu mavzu miyangizda qoladi. Uyga vazifani dars o'tilgan kuni qilasizlar. Eng birinchi aniqlab olishlik kerak bo'lgan narsa bu ketma-ketlik. Ketma-ketligiga qanaqa bo'ladi? Ketma-ketlikni oldin qiyinini qil, keyin osonini qil deydigan narsa yo'q. O'zingizga udobnisini qilasizlar, kayfiyatingizga qarab qilasizlar. Charchaganingizda qiyin battar mazalan qochirib qo'yadi. Bunaqa payt osondan boshlayversizlar. Kalla svejligida odam o'zi qiyiniga yopishgisi keladi. Bu tabiiy holat. O'shaning uchun kayfiyatga qaraysizlar. Ketma-ketlikni aniqlab oldik, vazifani bajaramiz. Vazifani bajarib bo'lganimizdan keyin eng kerakli narsa bu qilgan vazifamizdan tekshiramiz. Chunki hamma kitobning orqasida javobi berilgan bo'ladi. Javob bilan o'zimizdan tekshiramiz va eng asosiy narsa endi boshlanadi, bu analiz. Analiz nima? Odam vazifani tekshirayotganida aytibdi, sizlar xato qilasizlar. Xato qilganingizda xatoni 3 xil turi bo'ladi. Birinchi turdagi xato bu e'tiborsizlikning hisobiga bo'lgan xato. Ya'ni siz xato qildingizda, bundoq qarab, javobga qarasiz, yozganingiz xato. Ha, bu aytganda bu mamnaqa bo'ladi-yu deysiz. Aytibdi, telefonga chaqirgansiz, boshqa qilgansiz, bu bunaqa xato bo'ladi. Men bu narsani tushunaman, no problem. Bu birinchi turdagi xato. Ikkinchi turdagi xato. Siz yozganingiz bilan tekshirasiz, qarasangiz xato qilgansiz, lekin nimani hisobiga xato qilganingizni tushuna olmayapsiz. Bunaqa payt siz darsda qilgan konspektingizni olasizda, konspekt bo'yicha tekshirasiz. Konspekt bo'yicha tekshirsangiz, konspektingizda yozib qo'ygan bo'ladi. Bugungi o'tilgan mavzu bu mamnaqa deb. O'shan bilan tekshirib, u uchun xulosa qilasiz. Ha, bo'ldi, endi tushundim. Mamta yozilganidek ekanda degan narsa bo'ladi. Uchinchi turdagi xato bo'ladi. Siz xato qildingiz, konspektingizni olib qaradingizda, konspektingizdan ham tushunmayapsiz, nimani hisobiga xato bo'lganligini. Bunaqa payt uyga vazifangizni shundoq belgilaysiz, o'sha joyinida kelasi darsga o'qituvchingizdan обязательно so'rab kelasiz. Endi deylik, xatolaringiz ustida ishladingiz. Endi analiz qiladigan narsa bu
siz nafaqatgina qaysi xatoni nimaga qilganingiz emas, balki to'g'ri javobni ham nimaga to'g'riligini analiz qilasiz. Deylik, misol uchun, siz deylik preposition mavzusida anaqa ishlaysiz, mashqlar ishlaysiz. Va ba'zi bir holatlarda siz prosta aytibdi, et yozib ketdingiz, aytibdi, on yozib ketdingizda, o'shalar prosta совпадение bilan to'g'ri bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Siz ya'ni o'zingiz anglab yetmayapsiz nimaga to'g'ri bo'lganligini. Prosta galchik qo'ydim o'tib ketdim emas, qaraysiz, nimaga aynan et bo'lyapti? Nimaga mana shu 10 kelmayapti? Nimaga misol uchun readingda aynan mana shu so'z kelyapti, boshqa so'z emas? Nega mana shu so'zga sinonim kelmayapti? Mana shu narsalarni analiz qilasiz. Bolalar, mana shu aytilgan analizimni qiladigan bo'lsanglar, men sizlarga kallam bilan javob beraman. Men o'zim o'qituvchiman, men o'zim 12 yildan beri peshlik dars beraman. Men o'qituvchi chiqarganman. Mana shu analizni qilsanglar, sizlar ham bemalol o'qituvchi darajasida ingliz tilini yaxshi o'rganib oladigan bo'lasizlar inshaalloh. Endi videoni boshida bergan sizlarga sirli texnikam qanaqa, uyga vayz fani sirli texnikasi. Uyga vayz qilayotganingizda har bitta qilayotgan grammaringizga ham, listeningga ham, readingga ham qo'shimcha qilsanglar bo'ladi, o'sha ishlagan narsalar bo'yicha. Bu qanaqa bo'ladi? Birinchiga reading deb yozgan ekanman. Reading ishladinglar, reading savollarga javob berdinglar. Reading o'stirishga sizlarga yordam beradigan narsa bu summary. Summary bu reading butun mana uzun tekst o'qigansizlar, o'shani qilgan xulosanglar. Misol uchun sizlar Bo'g'irsoqni tekstini o'qidinglar. Bo'g'irsoqni o'sha chol qonni och ekan, kampirga yetibdi, ular bich ekan, ham ovqat yo'q ekan, yerdan sipir-sidir qilib uzun tekst kerak emas. Ovqat bergin degan ekan, bo'g'irsoqqa beribdi, bo'g'irsoq qochib ketibdi. Oldin quyon, bo'ri, tulki balobatlar chiqibdi, oxiri tulki yeb qo'yibdi. Bo'ldi, mana shuni o'zi. Lekin bu yerda bitta e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bu yangi so'zlar. Reading paytida kelayotgan bu bitta narsani tushuninglar-da. IELTS da hamma so'zlarni ham tarjima qilvermaysizlar, lekin sal pastroq darajalarda readingda kelayotgan absolyutni hamma so'z muhim. Darsligingizni readingi bo'lsa, qo'shimcha ekstra kitobdan qilayotgan bo'lsangiz shart emas. Darsligingizni readingida kelayotgan hamma so'z muhim. Ularni обязательно so'zlarni yozamiz va yodlaymiz. Sekin so'z yodlashga o'tib ketaylik. So'z yodlashda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa bu so'zlarni qanchalik siz o'zi so'z sizni darajangizga to'g'ri kelyapti. Qanchalik so'z sizga muhim. Ko'pchilik qo'shimcha kitoblardan so'zlarni yodlaydi deb nafik kerak emas. Ishlatmaysizlar, yodlagan taqdiringizdan ham esingizdan chiqib ketadi bu narsa. O'zingizlarni bor kitobingizdan bor so'zlarni olamiz. So'z olgandan keyin so'zni обязательно definitionini ko'rishingiz kerak ingliz tilida. Meaningini ko'rishingiz kerak. U so'zlarga 3-4 ta sinonim ko'rishingiz kerak. Sizlarda nimadir bir o'sha miyalardagi bor so'zlar bilan relationship bo'lishi uchun, nimadir bir connection bo'lishi uchun, o'sha so'zlar bir-biriga bilan qo'shilib olishi uchun. Undan keyin so'z yodlashga eng yordam beradigan narsa berilgan so'zga gap tuzamiz. Gap tuzayotganimizda gap real hayotdan olingan bo'lishi shart. Ya'ni my mother deb gap tuzayotganingizda, my brother deb gap tuzayotganingizda o'zi birodarliklar rostdan bormi? Rostdan o'sha odam mana shu actionni qiladimi? Shunisiga e'tibor beringlar. Biz tuzayotgan gaplarimiz bizga emotsionalni bog'langan bo'lishi kerak. O'shanda emotional levelda so'zlarni yodlaydigan bo'lsak, uncha narsaga sizlardan chiqmaydigan bo'ladi. Undan keyin listening. Listeninglarni o'zi asosan mashqlarni bajarayotganimizda biz eshitamizni to'ldiramiz. Eshitib to'ldirib bo'lgandan keyin kitob shunday chetga suramiz-da, daftarimizni ochib, listeningga play qilamiz-da, yozamiz. Eshitayotgan narsamizni yozamiz. Yozayotganda sizlar bitta eshitib hammasini nimani tushundim deb uni yozib olishingiz kerak emas. Kichkina qisminigacha eshitamiz, keyin pauza qilamiz. Deylik, masalan 5 sekundini eshitinglar. Tushunmadinglarmi? Qaytaringlar. Siz bilmaydigan umuman tushunmagan so'z bormi? Qanday eshitgan bo'lsangiz o'shanday yozing o'sha so'zni. Muammo yo'q. Obdon yozib olamiz-da, keyin transkripsiyasi bilan uni tekshiramiz. Transkripsiyasida biz qaysi so'zni tushunmadi, qaysi so'zni noto'g'ri yozar ekanmiz, qanaqa yangi lug'at berdi, qaysi holatlarda biz biladigan so'zimizni eshitolmay qoldi va u nimani hisobiga eshitolmay qoldi. Bir xil holatlar bo'ladi, so'zni tushirib qoldiradi. Bir xil holatlar bo'ladi, birinchi so'z tugayotgan oxirgi harfga ikkinchi so'z boshlanayotgan bo'lsa, bitta nafasda qo'shib aytvoradi. Tushunasizlarmi? Mana shu momentlarni o'rganasizlar. Bu nafaqat listeninglarga, balki o'zingizlarning speechinglarga ham foydali bo'ladi. Chunki o'sha o'rganayotgan, qo'shib borayotgan so'zlarni ketidan agar qaytaradigan bo'lsanglar, speechinglarni ancha natural qilib berishga yordam beradi. Bundan tashqari speaking bo'yicha videolar ko'p. Mana bu videoni ko'rsanglar, vasha dahshat tushuntirganman, shuni ko'ringlar. Va oxirgisi writing. Bu writingni bitta zo'r narsani bilaman. Writing yozayotgandacha любой berilgan topikka oldin bitta analiz qilib ko'ringlar. Nima desa bo'ladi? Ozgina research qilib ko'ringlar. Boshqalarnikini o'qib ko'ringlar. Prosta fikr olish uchun. U yerda so'zlari, uni ishlatayotgan grammatikasi boshqasi вообще kerak emas bizga. Prosta fikr olamiz. Fikr olamizda o'tiramizda yozamiz writing. Yozdinglar, tayyor bo'ldi. Bir sidra tekshiramiz обязательно. Va uni chetga surib qo'yamiz, boshqa darsimizni qilamiz. Boshqa dars qilib bo'lgandan keyin, oradan vaqt o'tgandan keyin qayta bir writingimizni o'qiymiz-da, unga o'zgartirish kiritamiz. Mana shunaqa qilib writingga qo'yib ketib, 2 soatdan, 3 soatdan keyin aylanib kelib qayta yozib,
bor narsani o'ziga qayta o'zgartirish kiritaversanglar, 2 kun ichida sizda idealniy reyting paydo bo'ladi. Bolalar dars qilayotganda consistency, ya'ni davomiylik juda ham muhim. Bu videodan ilhomlanib, bo'ldi men dars qilishni bugun bosaman deb motivatsiyaga to'la paytingiz bugun qilib turib ertaga tashlab qo'ysangiz, u nafaqat ingliz tilini o'rganishdagir, birov sizga qizini ham daji bermaydi. Behazil gapiradigan bo'lsam, uyga vazifa bu odamning o'ziga bo'lgan hurmati. O'zingizni hurmat qilasizmi, shuncha ketkazayotgan vaqtingiz, pulingiz, ota-onangizni puli, energiyangizga achinmayotgan bo'lsangiz, uyga vazifa qilmang. Agar shu narsani o'zingizga qaytib kelishni xohlasangiz, uyga vazifalarni doimiy o'rinda qiladigan bo'lsangiz, inshaalloh yaxshi natijalarni qo'lga kiritasiz. Agar uyga vazifa bajarayotganingizda effektivnostni oshirmoqchi bo'lsanglar, men Telegram kanalimda dekabr oxiriga master-klass qilyapman. Butunlay bepul, просто Telegram kanaliga qo'shilib olsangiz bo'ldi. Mana bu silkasi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, pastda kommentariy yozsanglar, просто odam xursand bo'ladi.